daqiqagacha savol javobga 3 daqiqadan 5 daqiqagacha savol beriladi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Bu holda ovozga qo'yaman. Qo'rqoq ovoz berishni rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Birovotan qabul qilindi. Kun tartibiga Byudjet kodeksining 28-100-moddasi hamda mahalliy davlat hokimiyat to'g'risidagi qonunning 6-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Kengashining qaroriga asosan shahar hokimining 6-iyul beri farmoyishiga muvofiq jamg'armaga qayta tiklangan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida masala kiritilgan. Ushbu masala mahalliy byudjet iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlik rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan va ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilingan. Endi masala yuzasidan so'zni shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Shohjahon Ergashevga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kengash raisi va deputatlar. Bugun sizlarga yil boshiga shakllangan kun soliq mablag'lari hisobidan shahar hokimining tegishli farmoyishiga asosan mablag' ajratilib, ishlatilmagandan so'ng shahar hokimining yana tegishli farmoyishiga asosan jamg'armaga qayta tiklangan 486 million so'm mablag'ni yo'naltirish to'g'risidagi yo'nalishlarni o'qib eshittirmoqchiman. Shu loyihalarga sizlarga ma'qul bo'lsa taqdim etishlaringizni so'rayman. Jamg'armaga qayta tiklangan mablag'dan birinchi yo'nalish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-maydagi Foto 199-sonli qarori ijrosini ta'minlash, 2025-yilda amalga oshirilgan sog'lomlashtirish tadbirlari bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorlikni qoplash uchun izoh berib ketsa, 2024-2025-yillar doirasida shahardagi yoshlarni sog'lomlashtirish lagerlariga jo'natilgan. 2024-2025da lagerlarga jo'natilib, mablag'lar to'lab berilmagan. 2 yil hisobidan jami 220 million qarzdorlik, yiliga 220 million, jami 400 million qarzdorlik vujudga kelgandi. Yilni boshida to'lagan summamizdan qolgan qismi 119 million. Hozir juda dolzarb bo'lib turibdi. Yig'ilishlarda ham shahar hokimi shu masalada gapirishgan uchun birinchi masalaga urib qo'ydi. 119 million to'laymiz, qarzdorligimiz yo'qlar. Sog'lomlashtirish nimalari? Lagerlar. Ikkinchi masala. Nurafshon shahar hokimligi balansidagi mavjud quyosh panellarini ta'mirlash xarajatlari uchun 20 million so'm. Quyosh panellarimiz ishlamayapti shahar hokimligida. Shuni ishlatish uchun 20 million so'm mablag' talab etilyapti. Zavqo'z bildirgisiga asosan shu mablag' yo'naltirilyapti. Uchinchi masala, shahar hokimligi elektr energiya, ichimlik suvidan mavjud qarzdorlikni qoplash xarajatlari uchun 25 million. Kun isib kelganligi sababli gul ekildi hokimiyat oldiga, shuni hisobiga suv ko'p ishlatildi, elektr energiyasi ko'p ishlatildi, qarzdorlik yuzaga keldi. Shu qarzdorlik peni tug'ib yana ham ko'paymasligi uchun vaqtida bartaraf qilish uchun 25 million mablag' yo'naltirilyapti. To'rtinchi masala, shahar hokimligi balansidagi davlat raqam belgisi 10.071 DAF Captiva 5 rusumli xizmat avtomashinasini ta'mirlash xarajatlari uchun hokim o'zgargandan keyin kelib mashinalarni ko'rib nimaga berdi, kefek aklarini taqdim etdi. 17 million xarajati bor ekan. Shu mablag'ni boshlangan ta'mirlashga yo'naltirish taklif berilgan. Beshinchi masala, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi yetim bolalar va ota-onalar qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 656-son qaroriga asosan Nurafshon shahrida yashovchi ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan 2 nafar fuqaroga taqdim etilgan xonadonlar uchun zarur texnika, mebel, uy jihozlari va uyning kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun 2 nafar yetimga uy berilgan byudjet tomonidan. O'sha 2 nafar yetimni uyini mebel, kadastr hujjatlari uchun jami hisob-kitob qilib bergan Inson ijtimoiy markazi tomonidan 37 million 80 ming mablag' yo'naltirish taklif etilyapti. 6-masala, 2025-yilda Zardor tajribasining 2-bosqich asosida Nurafshon shahar Ma'rifat muzeyi Toshkent yo'l ko'chasining 500 metr hududini 27 ko'chaga aylantirish maqsadida respublika byudjetidan ajratilgan mablag'larning yetishmagan qismini qisman qoplash uchun 24 ko'cha hokimiyatdan makron olgacha xabarlaringiz bosqichi ketyapti. Respublika byudjetidan 1 milliard 800 million mablag' ajratilgan. Smeta loyihasi qurilishiga 3 milliardga chiqqan. Hozir tashrif arafasi hokimni
hisobi bilan tezlashtirib yubordik. Quruvchi 1 milliard 800 ga yetganda to'xtatib, qolgan mablag'ni berganda davom ettirish kerak edi. Endi hozir ular tezlashtirdi. Imkon qadar hozir maqsadlarni bo'lib chiqdik. 486 milliondan 200 million ajratib oldik. Hozir qisman xarajatlarni qoplab turish uchun. Hali yana ulardan 1 milliard qarzimiz bor. 24 ko'chada. Shu 200 million mablag' yo'naltirish taklif etilyapti. 7-chi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2025-yil 31-oktyabrdagi 395 sonli hamda Sog'liqni boshqarmasining 2025-yil 215 sonli salomatlik marafoni ommaviy tadbirlarini 2026-yil avgust oyida o'tkazish kerakli anjomlar sotib olib berish uchun o'tkaziladi. Yashil makon davlat dasturi doirasida shaharning markaziy ko'chalariga, mahallalarga va xiyobonlarga buta va gul ko'chatlari ekish xarajatlari uchun 37,920 ming so'm. Jami 486 million mablag' yo'naltirish taklif etilyapti. Ushbu loyihani o'qib eshittirdim. Kimda qandaydir savol bo'lsa, marhamat, ma'ruzamni aytinglar. Savolimiz hammasi bu fakat ben 15. Ağustos'ta Prezidenti İstanbul'da şehir Nurafşan şehrinin kitap şerhleri maneviyat konumunda işleydi. Kitap şerhleri 15. Ağustos'ta kitapların havası başka meclis şubesice havas getiriyor. Şimdi bu zarunlarsa yaşlılar sonra şaşırıyorum. Bu proses yapalım. Maalesef yaşlı çünkü hemen şehir rayonlar 15. Ağustos'ta aşağıda Ozan rayonlar şehir doğusunda işte Kırklar'ın İslam 120 milyon, 160 milyon kitaplar yaş kitaplar 200 milyondan aşık dergen kitaplar tuttu. Bunu düzenli çıkarımız içmesi yerini buluyor. Bir kısaya Prezidentimiz şu çapırsal şartımızda meslektaşlaşıyoruz. Nazaret klasıyız. Şunları taklifimizin koyalım, videoyu koyalım, bakın görüşürüz. Yana bir narsa bu taklif 15 gün muhokamada turdi. 6-iyulgacha kelib tushgan takliflar edi. 6-iyulgacha bo'lgan muddatdagi topshiriq va takliflar şahrımızı bulması. Bu hacetli imamlarla oluşan savcılardan o'tgan sessiya qarorlaridagi hokim stipendiyasini to'lab berish holatida to'lab beriladimi? Ikkinchi masala, yana savol, o'qituvchilarni tibbiy xodimlar tibbiy ko'rikdan o'tish masalasiga ajratilgan mablag'imiz qayerdadir? Birinchi ijtimoiy masalalar bo'yicha hokimlarimiz tarafidan maslahatlashdi. Hokim stipendiyasi xabarlaringiz bor. Ilhom Mahmudjonov davrida tasdiqlangan, belgilangan mablag' shakllangandan keyin to'laymiz degan masala ko'rib qo'yilgan. Hozir endi ikkinchi chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi xudo xohlasa keyingi haftada bizga keladi summasi. O'sha mablag' doirasida taklif hokimga olib kirganimizda bu masalani ham ko'taradigan bo'ldik. Hokimga olib kiramiz. Endi hokim ruxsat beradi. Menimcha o'zi vaucherlari ham berilgan. Menga ham o'zi o'quvchilar telefon qilyapti. Siz to'lab beradigansiz qachon? Yo'q, men to'lab bermayman. Lekin xudo xohlasa sizga tez kunda javobni aytaman deb javob berib o'quvchilarga. Xudo xohlasa keyingi haftalarga Shohid aka bilan birga masalani aralashtirib chiqamiz. Hokimga bog'liq masalada tibbiy ko'rik ham Daryolarni rahbariga murojaat qilsangiz, Shohid aka o'zini yo'nalishi bo'yicha ijtimoiy soha kotibiyatiga bir xat bilan chiqsin. Ikkinchi chorak telefonning mablag' chiqadi. Hisob kitoblar qilib bersa, uni ham taklif qilib hokimga olib kirib, xudo xohlasa tasdiqlatib chiqamiz. Yaxshi. Kimda yana qarab savol bor? Jamg'armaga qayta
tiklangan mablag'lar o'sha aytib o'tdingiz, bu qaysi jamoalarni Erkin qoldi, yil boshiga shakllangan erkin qoldi jamoamiz. Ishlatilmay qolgan qaytyapti. bu demak hokimiyatda byudjet jamoasi. Shunday. Qo'zg'ashib kelamiz. Yo'q, yil boshiga shakllangan Keyingi o'yinda mana masalan bir necha xarajatlar berilganga masalan panellarni ta'mirlash, avtomobil ta'mirlash yoki o'sha boya aytdingiz zarur texnika, mebel, uy-joy jihozlari olish bo'yicha xarajatlar qilinadi yoki gul sotib olish. Bu yoqda faqat qilinadigan ish yozilgan, summa yozilganda, lekin qancha maydonga, nechta narsa, qaysi texnika qancha, qanday misol uchun necha kilovatli, unga qanaqa misol uchun tizisi bor. yo'qda har bittasini qaysi platformada o'ynalishini sizga aytishim mumkin, ko'rsatib berishim mumkin. Pulni siz o'tkazib berasizmi? Pulni man tashkilotga qo'yib beraman-da hozir. Tashkilot o'zi yuridik maqomga ega, rahbari bor. Har bitta tashkilotga yo'naltirilgan javobgarlar bo'ladi keyin. Man pulni to'g'ri tartibda qo'yib berishini, xarajatiga nimadir to'siq bo'lmasligi uchun to'g'ri xarajatlar moddasiga qo'yib berish mani vakolat. Keyin o'sha xarajat, uni hisoblab berish kengash qarorlarida yozib o'tib ketamiz. Mablag' ajratilgan byudjet tashkiloti rahbarlari kengashga hisobot hisoblanadi. Ishlatgan mablag'lari bo'yicha hisobot bersin deb. Keyin ular hisobot berish kerak tartibi bo'yicha. Endi o'tgan safar o'tgan mana shu kengashimizda ham aytib o'tdingiz, biz pul mablag' ajratishimiz kerak edi. Lekin oylik to'lanadigan vaqt bo'lib qolganligi uchun men sizni ushlab turdimda, keyin u oylik o'tkazib qo'ygandan keyin o'tkazib berdim dedingiz. Demak, to'g'ridan to'g'ri sizlarga bog'liqli joyi borda. Shuning uchun hozir so'radim. Pulni tashkilotga qo'yish bo'yicha bizga bog'liq joyi borda. Xarajat o'zlarini zimmasida. Unga siz ana javobgar Aslida yo'q. Buni hokim so'raydi, nima uchun xarajati bo'lmayapti, nima uchun to'xtab qo'ygan. Tezlashtir deganlar tashkilot buxgalter rahbari bilan gaplashib, nima uchun xarajating to'xtab qo'ygan, qanday yordam kerak deb yordam berishi mumkin. Tashkilot o'ziga pul berganimizdan keyin to'g'ri javobgar o'zi Biz tashkilotdan so'rashimiz kerak. shunday, agar qaysidir masalada savol tug'iladigan bo'lsa, tashkilot to'g'risiga hisoblanadi. Mana bu masala ham yuqorida aytib o'tgandek doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Doimiy komissiyada kerakli o'sha sessiyaga kiritish bo'yicha qarorlar qabul qilinib, mana hozir sessiyaga kiritib eshitildi. Endi shu bo'yicha munosabat bildirish uchun doimiy komissiya a'zosi Dorog'cha shahar mahalliy byudjeti 2026 yil boshida shakllangan erkin qoldiqdan mablag'larni shakllantirib to'lanishini ta'min qildik hamda ko'rish tasdiqladik. Tasdiqlash maqsadida muvofiq deb topdik. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mana hozir deputatimiz ko'targan masalani ham men aytmoqchiman. Mana kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqdik. Hozir qaror qabul qilish arafasida turibmiz. Aytmoqchimanki, bu doimiy komissiya tomonidan o'sha ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi o'rganilishi mumkin-da. O'shaning uchun mana bitta taklif bo'ladi doimiy komissiyaga o'sha ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishini ham o'rganib chiqib, keyingi sessiyaga taklif kiritish doimiy komissiya tomonidan. Lekin mana shunda oydinlik kiriladi bo'lib berayotgan savollarga. Hurmatli deputatlar, masala yuzasidan kimda qanaqa kunlar bu farmoyish chiqarib qo'yamizda ruxsat bersalar. O'zi favqulodda vaziyatlarda to'g'ri farmoyish chiqarishga ruxsat etilgan. Buni chiqarib keyingi sessiyada bir tasdiqlatsak, shunda mablag' to'xtab qolmasdi. hozir shuni tushuntirib bo'lib tursangiz, shuni taalluqli ikkita masala ko'riladi, o'shani yana prezident turadi. Kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rish ko'rdamiz. O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi ekranni mikrofoni o'chirib qo'yilmaganmi? Ovozimni yetib olmayotgandek yoqib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli O'tiring. qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 6-moddasi xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashi deputatlarining maqomi to'g'risida qonunning 4-moddasiga asosan xalq deputatlari viloyat shahar kengashi deputati Sanjar Marhajayev vakolati muddatidan ilgari tugashi to'g'risida masala kiritilgan. Shu masala reglament va deputatlik odobi masalalari bo'yicha doimiy komissiya
o'sha doimiy komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan. Endi munosabat bildirish uchun mas'uli doimiy komissiya raisiga Saidaliga yozib beramiz. Komissiyada deputatlar vaziyati 2026 yil 3 kuniga Toshkent Roshna shahar kengashi raisi Rashid nomiga Yozgan arizasi. yozgan arizasi mavjud. Bu arizani atrofga ko'rib chiqdik. Doimiy komissiya haqiqatan uni O'zim boshlashda bo'lgan bo'ldi. maqsadga muvofiq topdi. Rahmat. Bu masala yuzasidan kimda savollar bor? Yo'q. Havola bo'lmasa kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi tarqatilgan ayblanuvchilarga ma'qul bo'lsa qo'l ko'tarib ovoz berishidan so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Endi kun tartibidagi 3-masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 23-25-93 moddalari, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 6-moddasi, O'zbekiston Respublikasi Saylov komissiyasining 26-yil 8-yildagi 14-68 qaroriga asosan xalq deputatlari Nursulton shahar kengashining ayrim bo'shab qolgan o'rinlariga saylov